Koreyadagi eng mashhur brendlardan biri, chicken bo'yicha eng yuksak professional darajasida olib chiqqan Kyochon brendidan mana shunday zakaz qilib yubordik. Kyochon brendining eng asosiy reklamodatellaridan biri Pyon U Sok. Mana shu Pyon U Sok bular bilan kollaboratsiya qilgan va mana shunday reklamli paketlarida chiqqan. Paketi ham chiroyligina, ajoyibgina. Paketning ichida biz mana shunday chickenni zakaz qildirdik. Chicken 1 kilo. Uning yonida tuzlari, garlic tuzlari bor. Garlic tuzlari albatta tovuqqa juda ham ajoyib ta'm bag'ishlaydi. Plus mana bu yerda o'zlarini yaponska ridiska, ya'ni daykon mana shunday tarzda sos bilan nima qilingan va shunday chiroyli kolasi bilan qani ochaylikchi, chiroyli bo'lib. Oho, bu yerda ikki xil tovuqchamiz bor. Bittasi mana bu fried chicken. Bu qovurilgan chicken. Ikkinchisi esa soy sos, kislo-sladkiy sousga botirilgan mana shunday tovuqcha. Приятного аппетита bizga. Maza qilib yeymiz.